Demak, bu odam ro'zasi ro'za emas. Sumu tasihhu degan Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Ro'za tutinglar, sog' yurasizlar. Voy, zo'r dori. Bu faqat sog'likni ehtiyot qilish emas, kasalliklarni davolashlik ham zo'r dori. Ini nechta pul deng? Nechta pul ketadi ro'za tutgan? Qayoqdan bilasiz? Ehtimol oxirgi Ramazondir bu siz uchun. Shu savolni o'ziga bering. Ehtimol oxirgisidir. Akalar, opalar, biz ham uyimiz bitishiga yordam beringlar. Umrbod duo qilib o'tamiz. Hammalarning kirib kelgan Ramazon oyidan shu oyda shu bolaga ta'limni boshladik. Ro'za kunlarida savob bo'ladi. Mana shu qizimga yordam beringlar, uylarini bitirishga. Uka, sizni oldingizmi? Meni orzuyim shu uyimiz bitib qolishi. O'zimiz uyimizda yashash. Aka, opam uyimizda yordam beriga duo qilaman. Ramazon oyida savobga tasdik bo'ladi. Bu oyda bergan ehtonimiz ming baravar yoziladi. Shu uyga bitta git obedaynam jannatda uylar bo'ladi. To'liq ma'lumot uchun +996 778 bilan 52 400 mana nomerlarimizda WhatsApp, Telegramimiz bor. Musulmon odam Ramazon sharifni kelishligi bilan juda bir qattiq quvonadi. Chunki bu oyda Alloh taoloni mu'minlarga bo'lgan rahmati, ularga bo'lgan fazli, karami qanchalik katta bo'lishligini biladi. Mana shu narsani his qiladi, albatta xursand bo'ladi. Faraz qiling, bir xonadonga bir pul sarf qilinsa, ota tutkizolmayotgan tomini yopib oldi. Birinchi bir 10 ming so'm sarflab tomini yopib oldi. Qanaqa quvonadi. Katta bir g'amini, katta bir tashvishi ko'tarildi, xursand bo'ladi. Lekin 6 ga kirgan bolachasiga bu narsa quvonch bag'ishlamaydi. Chunki uning nima ishi bor tom bilan. Endi uyga bir 5 ming so'mga bitta pilisos olib berdi bu ota. Ayoli quvonadi. Ishim yengil bo'ldi deydi. Lekin boyagi bolaga buning ham farqi yo'q. Chunki uni nima ishi bor? Uyni tozalashlaydi. Chunki bu bolaning qalbi o'ziga xos narsalar bilan, boshqa narsalar bilan quvonadi. Arzimagan 2 ming so'mga bitta velosiped olib beradigan bo'lsa, mana shunga quvonadi. Nimaga desiz? Bu bolaning qalbida ana shu alasabga bo'lgan muhabbat bor. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la. Ramazon kirganda bir insonlar bor, umuman parvoz falak. Demak, ularning qalbida Ramazon yo'q. Allohga bo'lgan muhabbat, Allohga bo'lgan ishtiyoq yo'q, o'shuning uchun xursand bo'lmayapti. Yana kimdir Ramazon kelishini intiqlik bilan kutadi, kelganda quvonadi. Kimdir yuragi siqiladi. Xullas, Ramazonning kirishi siz bilan bizni quvontirayotgan bo'lsa, alhamdulillah. Agar Ramazonning kelishligi siz bilan bizga umuman farqi bo'lmayotgan bo'lsa, istig'for aytaylik birodarlar. Istig'for aytaylik. Chunki 12 oyning ichida hech qaysi oyda Ramazon oyida musulmon yetgan fazli marhamat yetmaydi. Xursand bo'lyapmizmi Ramazonga? Mana inshaalloh mana shu 30 kun barakotli kechalarni, barakotli kunlarni avvalgisida o'tiribmiz. Mana bugundan inshaalloh bir sidq dildan azmi qaror bilan niyat qilaylikki, Parvardigor Ramazon chiqib o'zini gunohlardan tozalagan bandalar qatoriga meni ham qo'shgin. Mashhur hadis, Nabiy sallallohu alayhi vasallam minbarga ko'tarilayotib, amin dedilar. Amin, amin 3 marta takrorladi mana shu so'zni. Sahobalar bu aminning sababini so'raganlarida mashhur hadis. Har Ramazonda aytamiz, lekin tazkir bobidan takrorlaymiz. Nimaga 3 marta amin dedingiz? Deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchisi nima dedi? Nima uchun amin dedi? Sizni ismingiz zikr qilinganda sizga salovat aytmagan odamni burni yerga ish qilsin. Amin deng dedi Jibril. Men amin dedim. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ismi zikr qilinganda alayhissalatu vassallam sallallohu alayhi vasallam demagan odam burni yerga ish qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar.
Ikkinchi marta amin deyishligini sababi nima bo'ldi? Bitta yoki ikkala ota-onasi tirik turgan bir farzand. Shular tiriklik davrida ularni duolarini olib, jannatni o'ziga lozim, vojib qilib olmagan farzandni burni yerga ishqalsin. Amin deng dedi Nabiy Jibril alayhisalom. Nabiy sallallohu alayhi vasallam amin dedilar. Uchinchi amin deyishligin sababi Ramazon oyi kelsa-yu, Ramazon oyini barakotidan foydalanib, ibodat bilan shug'ullanib, o'zini gunohlarini ketkizib, o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan odam xor bo'lsin, burni yerga ishqalsin, amin deng dedi Jibril alayhisalom. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar, amin dedilar. Mana shunday bir barakotli, birodarlar, barakotli muborak oyda turibmiz. Qadriga yetaylik. Qayoqdan bilasiz? Ehtimol oxirgi Ramazondir bu siz uchun. Shu savolni o'ziga bering. Ehtimol oxirgisidir. Chunki bu oyda qilingan amallar boshqa oyda qilingan amallardan 70 barobar savobi ko'p bo'ladi. Bu oyda qilingan nafl ibodatlarning ajri farz amallarning ajri bilan barobar bo'ladi. G'animat bilaylik, g'animat bilaylik. Ramazon ro'zasi. Alloh taolo Qur'onda astagfirullah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sizlardan avvalgilarga, ya'ni avvalgi ummatlarga farz qilinganidek, sizlarga ham roza tutishlik farz qilindi, shoyat taqvodor bo'lsanglar. Shart bitta, taqvo sifatini o'zimizda paydo qilishlik. Agar biz yemasak, ichmasak, kunduzi aloqadan tiyilsak-ku, ammo g'ibat, til zinosi, ko'z zinosi, boshqa gunohlardan tiyilmasak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, rubba soimin laysa lahu min siyamihi illa al-jur'u wal-atash. Shunday rozadorlar bor degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ularning rozadan topgan foydasi, och qolgani-yu, chanqagani, ularga ajr yo'q. Chunki boyaga yeyish ichishdan aloqadan tiyildi, ammo boshqa gunohlardan tiyilmadi. Demak, taqvo sifati topilmadi bu odamda. Demak, bu odam rozasi roza emas. Yani shunday bir namozda qoyim bo'ladigan insonlar bor. Ularning namozdan topgan narsasi uyqusidan qolgani xolos. Shuning uchun yemayapmiz, ichmayapmiz, aloqadan tiyilyapmizmi? Endi bu ommaning ro'zasi. Hamma shunaqa ro'za tutadi. Ommatun nas. Ommatan odamlar shunaqa ro'za tutadi. Endi xos odamlarning ro'zasi bor. Ikkinchi sort ro'za bu. Xos odamlar kim desa, yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi va a'zolarni ham ro'zasini tutadi. Ko'zini tiyadi, qo'lini tiyadi. Bu ikkinchi. Endi eng oliy ro'za kim desa, xossatal xususlarning ro'zasi. Bular yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi. Ko'z, qo'l, oyoq, a'zolarni ro'zasini tutadi hamda qalb ro'zasini ham tutadi bular. Ular gunoh qilishni hayoliga ham keltirmaydi. Biz mana shu ro'zaga harakat qilishimiz kerak. Qalbimiz musofo bo'lsin, gina kudurat, hasad shunga o'xshagan dardlar qalbimizda bo'lmasin. Ramazon oyi g'animat. Voy qaranglar akalar, mana shunday qilib do'pini bitta aylantirsak, bir yil o'tibdi. Yanachi yarim abrot qilaylik-da, haj bo'layotgan bo'ladi. Umr juda tez o'tyapti. E'tibor beringlar. E'tibor beringlar. Shuning uchun g'animat. Shuning uchun g'animat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga roza tutishligini mana Parvardigorini kitobidan o'qib farz ekanligini bayon qildi. Rozani orqasida hikmatlar juda ko'p. Bizgachi roza tutsang anaqa bo'lasan, roza tutsang manaqa bo'lasan degan dunyodagi manfaatini eshitib turib tutmaylik rozani. Juda ko'p manfaatlari bor. Ayrim hikmatlarni aytib o'tamiz, kifoyalanamiz. Roza Alloh taolo uchun qilingan eng ulug' ibodatlardan. Hadis qudusida Alloh taolo aytgan, odam bolasini hamma qilgan amali o'zi uchun, faqat rozasi men uchun. Mukofotini faqat o'zim beraman dedi. Undan keyingisi eng katta axloq maktabi. Ramazon rozasi nafsni sindirishlik uchun olib boradigan eng katta jang. Nafsni tarbiya qilishlikning eng katta jangi. Roza orqali inson omonatdorlik degan sifatini o'zida rivojlantiradi. Hech kim ko'rmayotganda ham Alloh ko'rib turibdi degan ihson degan sifatni o'zida paydo qiladi.
Roza orqali mana endi inson sog'lom bo'lishiga aytilgan. Sumu tasihhu degan Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Roza tutinglar, sog' yurasizlar. Voy, zo'r dori. Bu faqat sog'likni ehtiyot qilish emas, kasalliklarni davolashlik ham zo'r dori. Ini nech pul deng? Nech pul ketadi roza tutgan? Bitta ukolni palon pul desa shunda dori bo'lar ekan. Yana qarang, shuni ham qilib ko'raylikchi deydi tabibam. Sizga qanaqa rezultat berar ekan deydi. Bitta ukolini palon pulga, bitta tabletkasini palon pulga olib yeydi, ammo ro'zachi. Hozirgi kunda ham mana zamonaviy tabobat ana shu dorini hadeb sayolmasdan organizmda o'zini o'zi davolashligiga yo'l ber, kamroq ye, roza tut, och qolsang organizming o'zini o'zi davolaydi degan yangi uslubda aytayapti. Ha, Nabiy sollallohu alayhi vasallam 1400 yil burun sumu tasihhu deb qo'ygan ekanlar. Roza tutinglar, sog' bo'lasizlar. Ikki og'iz gap. Qarang, arab tilida ikkita. Sumu tasihhu, ikkita so'z. Ikkita so'z. Roza tutinglar, sog'lom bo'lasizlar. Yana boyaga aytganimni qaytaraman gapimni. Biz sog' bo'lish uchun roza tutmaymiz. Biz Alloh bizga buyurganligi uchun tutamiz. Uni u yoqda keladigan hikmatlar Alloh taoloning bizga bergan fazli. Inson roza tutishlik bilan havoyi nafsini shunday bo'g'zidan oladi. Chunki doim nafsiz xohlagan ishni qilaverishligingiz bilan nafsizni quliga aylanib qolasiz. To'g'rimi? Endi nafs qayerga olib boradi? Inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Albatta nafs insonni yomonlikka boshlaydi. Qarangda, dinimiz nimaga buyurgan bo'lsa, nafs shuni xohlamaydi. Ramazonning foydalaridan Ramazon ro'zasini tutarkanmiz, shaytonni bo'ynini qayraymiz. Chunki bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, insonni qon tomirlarida yurishlikka Alloh taolo ruxsat bergan shaytonga. Shundaymi? Mana shu ovqatni oz yeyishlik bilan mana shu tomirlar qisqarar ekan, shaytonning yuradigan yo'li ham qisqaradi. Va har bir holatida mo'min odam Alloh taolo uni kuzatib turishligini his qilib turadi. Yolg'iz uyga kirasiz, muzda suv turadi, chanqaygansiz, hech kim ko'rmaydi. Nimaga ichmaysiz? Nimaga ichmaysiz? Kim to'siyapti? Bir xo'plam ichib oling. Kim ko'rib o'tiribdi? Ertaga bir xo'plam ichasizmi endi? 16 soat ro'za tutaman ekan. Dinimiz yengil ustiga qurilgan u. Yassiru va la tu'assiru degan payg'ambarimiz. Dinni yengil qilinglar, kel bir xo'plam. Nimaga ichmaysiz? Ini maza qilasiz ichmasdanchi. Ha? Yomon maza qilasiz, chunki nafsni sindirganligingizdan, shaytonni bo'ynini uzganligingizdan xursand bo'lasiz. Qarang, o'zingizni qiynab maza qilasiz. Nima uchun bo'lyapti bu ish? Allohning roziligi uchun bo'lyapti. Va oxirida aytamiz, inson bolasi o'zida farishtalarda bor bo'lgan sifatlarni ham bir muddat paydo qiladi. Farishtalar yemaydi, farishtalar ichmaydi, farishtalarda erkak ayollik aloqasi yo'q. Inson bo'lib turib, mana shu bir tabiiy g'arizalari bor bo'lib turib, mana shunga ehtiyoji bo'lib turib, o'zini ixtiyori bilan bu narsalardan man qiladi-da va Parvardigorning farishtalarda bor bo'lgan sifatlarni o'zida bir muddat paydo qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis, Rasululloh aytadilar: "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramazon, lam tu'taha ummatun qablaha." Meni ummatimga Alloh taolo Ramazonda 5 xislatni berdi. Boshqa biror bir avvalgi ummatlarda bu narsa bo'lgan emas. Siz bilan bizda bor bu narsa. Halufu famis soim atyabu indallohi min rihil misk. Ro'zadorning og'zida chiqqan hid Allohning nazdida mushk ambarning hididan ko'ra xushbo'yroq. Qani xunuk narsa o'zi. Odam ovqat yemaganda og'zidan bir noxushlik keladi, ammo Alloh uchun tutib qiynayotgan kishining og'zidan chiqayotgan noxush hid ham Alloh uchun mushk ambarning hididan yoqimliroq bo'ladi. Ularga, ro'zadorlarga to iftor qilgunlariga qadar malaikalar istig'for aytib turadi. Farishtalar siz bilan bizni gunohimizni Alloh kechirishligini duo qilib so'rab turadi. Uchinchidan, Alloh azza va jalla har kuni jannatga aytadi: "Solih bandalarim mashaqqat va ozorlardan qutulib,
senga kelishlariga oz qoldi deydi. 4-dan, u kunda shaytonlarning ashaddiylari zanjirband qilinib, boshqa payt qilib yurgan ishlariga erisha olmaydilar. 5-dan, Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning gunohlari mag'firat qilinadi. Mana o'sha Ramazonning birinchi kechasida o'tiribmiz. Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning hamma gunoh kechiriladi. Birodarlar, 1 yilda to'planib qolgan bo'lsa gunohlarimiz, aniq ishonaylik, Alloh taolo yuvib tashlaydi. Shunda, "Ya Rasululloh, u qadr kechasida bo'ladimi shu ish?" deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q. Xizmatchi qachon ishini tugatsa, uning haqqi to'la qilib beriladi" dedilar. Bugungi ro'zani tutdingmi? Iftor vaqti bo'ldimi? 1 kunlik ro'za tugadimi? Alloh taolo gunohni yuvib kechiradi. Gunohni yuvib kechiradi. Kim Allohning rahmatiga, mag'firatiga muhtoj emas? Demak, mana shunday bir muborak oyning muborak birinchi kechasida o'tiribmiz. Kelinglar bir o'zimizga bir ahd qilaylik. Taravih namozlarining birortasini qoldirmaylik. Qur'on tilovatida hozir bo'laylik. Agar o'qishni bilmasak, toqatimiz bo'lmasa, o'rganmagan bo'lsak, eng kamida somiy bo'lib mana shu savobga ega bo'laylik. Chunki qiyomatda inson bitta subhanallohning savobiga muhtoj bo'ladi. Bitta savobga. Ana shu qadr kechasida turmaganligiga, taravihlarda turmaganligiga inson qattiq pushaymonlar yeydi. Mana birodarlar, o'zimizga bir ahd beraylik, va'da beraylik. Inechi yoshlar, mana haqiqiy ro'zadorlar sinaladigan kunlarda tutyapmiz. Hamda aytinglar, kuch-quvvatga to'lgan paytinglarda keldi. Mana shu kunda tutdingizmi? Endi qishda tutish, bahorda, kuzda tutish hech narsa emas. Mana o'zimizni sinadigan payt keldi. Uddasidan chiqamizmi, yo'qmi? So'zlarning eng yaxshisi Allohning so'zi, yo'llarning eng yaxshisi Muhammad alayhisalomning so'zi. Yo'llari. Bir odam bemor bo'lib, kasal bo'lib, biror bir tabibning oldiga boradigan bo'lsa, tabib uni kasalini ko'radi, diagnoz qiladi, tashxis qiladi va falon kasal ekan deydi, falon dorini yozib beradi. O'sha dorini yozib berib turib aytadiki, shu dori sizga kor qilish uchun mana buncha muddat ichasiz, to'xtovsiz va mana narsalardan parhez qilasiz. Ya'ni uchmay turasiz deydimi, cho'milmay turasiz deydimi? Xullas, ana shu dori sizga foyda qilishligi uchun kerak bo'ladigan shartlarni aytadi. Shu shartlarni bajarsangiz, inekin shu dori sizga kor qiladi. Doktorning talab qilgan shu talabini zo'r qilib uddalasangiz, shunda ham shifo bo'lmasa, yana borib turib, yo tabib yo xostasiz yarashadi. Yo agar ana shu tabib sizdan dorini berib turib, talab qilgan shartlarini bajarmasdan turib, cho'milib qo'yib, suv ichib qo'yib, shifo topmadim deb boradigan bo'lsangiz, ayb o'zingizda bo'ladi. Bu muqaddima edi. Mana Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Mana muborak Ramazon oyiga Alloh taolo o'ldirmasdan yetkazdi. Sahoba-i ikromlar Ramazon oyini tutib bo'lib ro'zasini Alloh taologa 5 oy, 6 oy yig'lar ekan. Parvardigor, tutgan ro'zalarimizni qabul qilgin. Qolgan 6 oyini yana yig'lashar ekan. Parvardigor, Ramazonga yetmasdan jonimizni olmagin. Alloh taologa hamd va sano bo'lsin, Ramazonga yetkazdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida minbarga chiqib ketayotib, 3 marta amin, amin, amin dedilar. Sahobalardan bu quruq amin deyishini sababini so'raganda aytib berdiki, minbarga chiqib ketayotganimda do'stim Jabroil kelib aytdiki, "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ota-onasidan ikkalasi tirik yoki bittasi tirik bo'lsa bir kishini, shu ikkala ota-onasi yoki bitta ota-onasini tirikligida duosini olib, roziligini olib, o'zini jannatiy qilib olmagan kishi xor bo'lsin. Amin deng" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedilar. Duo ketdi birodarlar. Ota-onasidan bittasi yoki ikkalasi tirik bo'lib turib, roziligini olmasdan o'tib ketgan farzand xor bo'ladi. Duo ketgan. Bu birinchi amin deyishini sababi edi. Ikkinchi amin deyishini sababini aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "qachon sizni ismingiz zikr qilingan paytda sizga salovat aytmagan kishini burni yerga chiqarsin, xor bo'lsin. Amin deng" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedilar.
Demak, birodarlar, Rasululloh deyildimi, Muhammad alayhisalom deyildimi, payg'ambarimiz deyildimi, eng kamida alayhissalom deb qo'yish kerak edi. Lekin sallallohu alayhi vasallam deyishlik afzal. Duo ketdi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ismi zikr qilinganda salovat aytmagan odam nima bo'ladi? Burni yerga chiqadi. Va 3-omin deyishim sababi shu bo'ldiki, Jabroil alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdiki, qaysi bir kishi Ramazon oyiga guvoh bo'lsa-yu, gunohlardan tozalanib, o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan bo'lsa, xor bo'lsin, omin dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam omin dedi. Birodarlar, mana shom payti kelishligi bilan islomda yangi kun boshlanadi. Hozir Ramazon oyida o'tiribmiz. Tong otganda Ramazon bo'lmaydi. Islomda shom payti keyingi kunda kirganligini bildiradi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, siz bilan biz Ramazon oyida o'tiribmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan duo ketgan, shu oyda taqvo qilib, shu oyda ibodat qilib, agar biz o'zimizni gunohlardan tozalab jannatiylar qatoriga qo'shib olmaydigan bo'lsak, xor bo'lamiz. Burnimiz yerga chiqadi. Alloh o'zi saqlasin bundan. Mana so'zni boshida tabibning misolidan boshladim. Mana imom domlamiz tarovih namozini birinchi rakatiga Baqara surasidagi birinchi oyatlarni o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim zalikal kitab la royba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim bu shunday kitobki, bu kitobda hech qanday shubha bo'lmagan kitob. Hudan lil muttaqin. Taqvodorlar uchun hidoyat bo'lgan kitob. Mana payg'ambarlarning qissalarini ko'rib chiqdik bir qator sizlar bilan. Allohga hamdlar bo'lsin. Va xulosamiz shu bo'ldiki, agar Alloh hidoyat qilsa, xohlagan bandasini hidoyat qila olar ekan. Agar hidoyat qilishni xohlamasa, 25 ta mo'jizani ko'rsa ham, bag'rayib lan nu'mina laka hatta naralloha jahratan. Allohni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rmagunimizcha senga iymon keltirmaymiz ey Muso deb turishaverar ekan. Qur'onda ba'zi oyatlarni o'qib turib dahshatga tushasiz. Bala qodirina ala an nusawwiya banana. Biz sizlarni o'lib, chirib turpoq bo'lib ketganlardan keyin qayta tiriltiramiz desak, ishonmayapsizlarmi dedi Alloh. Sizlarni tiritilishlik emas, faqatgina tiriltirib qo'yish emas, barmog'inglarning uchidagi izinglarni ham o'zi o'rni-o'rniga olib kelib qo'yamiz dedi. 19-asrning ikkinchi yarmida kriminalistika fani rivojlangandan keyin aniqlandi, odamning barmog'inizi bir-biriga o'xshamasligi. 1,5 yil burun bunaqa bir diqqat qayerdan aytilindi? Bunaqa puxtalik qachon aytildi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qishni, yozishni bilmagan bo'lsa, ha, demak bu Allohning kitobi ekan degan Qur'onga bo'lgan muhabbatingiz yana oshadi. Shundaymi? Sizni qalbingiz yumshab, dahshatga tushyapti Allohdan qo'rquvdan. Yana bitta odamga baribir o'tiribdi. Marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzahun la yabghiyan. Ikkita suv keladi, biri shirin, biri sho'r, urushadi, lekin o'rtasida ko'rinmaydigan to'siq bor, aralashmaydi. Hatto o'sha g'arb olamidagi katta bir dengizchi olim buni ko'rib iymon keltirib yuboribdi. Xuddi shu oyatda bittasi yo'qdan o'qib bersangiz, unga temperaturasi ko'tarilmaydi ham, tushmaydi ham. Unga baribir. Nimaga bu kitob hammaga bir xil ta'sir qilmayapti? Aytasizda, "Va, shu mo'jizani odamlar ko'rsa nima bo'lar ekan? Hammasi iymon yo'q akalar. Alloh hidoyat qilganlar iymon keltiradi." Bu kitobda Alloh taolo aytayaptiki, bu shunday kitobki, shubha yo'q buning ichida va taqvodorlar uchun hidoyat deydi. Boya aytdim sizlarga. Tabibni talablarini bajarasiz, dorini iste'mol qilishidan burungi aytgan talablarni bajarasiz, ini dori kor qiladi. Alloh taolo aytayapti, "Hudan lil muttaqin." Bu kitob hammaga emas, taqvodorlarga chiroyli yo'lni ko'rsatadi deydi. Kim Qur'ondan to'g'ri yo'lda o'rganib yashaydi? Kim Qur'on bilan chiroyli bir hayotini bir bezaydi? Muttaqinlar deydi. Demak, hammaga u oyatni o'qib bersangiz ham siz ta'sirlanganiga ta'sirlana olmas ekan. Agar u kishida taqvo degan sifat bo'lmasa. Bu oyatlarda Qur'oni Karimda birinchi o'rinda keltirilganligi, mana kitob tartib qilinganda Baqara surasi birinchi kelishligi va xususan mana shu Qur'ondagi eng katta sura bo'lgan Baqara surasidagi birinchi mana shu 5 yoki 6 ta oyatni nimaga birinchi o'rinda kelganligini bir fahm qilaylik. Bu kitobni o'qishdan avval deyapti, insonlar qaranglar. Bu kitob sizlarga asqatishini xohlasanglar, hayotingizda tuzatishini xohlasanglar, avval sizlarda 1, 2, 3 sifat bo'lish kerak. Ine kitob sizlarga asqatadi deyapti.
Alloh Qur'onda manaqa degan, Alloh Qur'onda manaqa degan desangiz, bir odam buni tasdiqlamayapti. Nima deyapti? Shunday mazmunda oyatlar borki, sutxo'rlikni kasb qilgan odamlar o'zlariga Alloh va Rasulidan urushni halol qilyapti deydi. Musulmon odam biladiki, sutxo'rlikka qo'l urgan odam, bergan ham, olgan ham xor bo'ladi. U aniq xor bo'lishligi. Ikkilanmaydi, shunday emasmi? Endi xuddi shu oyatda ana shu deylik kitobga iymon keltirmayotgan yoki qalbi Alloh tomonga yotmagan odamga gapirsangiz, xor olmayapti, normal yuribdi deydi. Falonchi, po'kinchi deydi, yegani oldida yemagani. Lekin ishtonning ichidan nima o'tayotganini o'zi biladi. Alloh va Rasulidan urushni o'ziga halol qilyapti deganda, boyaga aytgan Qur'on ta'sir qilayotgan odam tiyiladi bu ishdan. Boshqa odamlar u o'zi bilyapti hali sutxo'r, hayot qana ketyapti. Alloh xor qilaman dedimi? Biz uni istamaymiz, xalqchan xor qilar ekanda. U xor bo'lgani o'sha o'zi. Mana taqvodorlar uchun hidoyat deyapti Alloh taolo. Mana endi taqvodorlarning kimligini gaplashamiz. Inshaalloh 20 daqiqada shu masalalarga qilamiz. Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'oyb. Davom etkizinglar. Yuqimuna as-solah, chunsi va mimma razaqnahum yunfiqun, zakat emas. Uchta sifat egalarini Alloh taolo muttaqinlar deyapti. Yana aytayapmiz, issiq suv, oyog'ingizni sovuq suvda yuvmaysiz, cho'milmaysiz deyapti. Shu sifatlarni bajarsa, shu tarafda bajarsa, dori kor qiladi. Agar Qur'on bizga to'g'ri yo'l ko'rsatishini xohlasangiz, birodarlar, mana shu uchta sifat bo'lishi shart bizda. Uchta elami. Ozu. O'zi shu birinchisini qoyim qilsak, birodarlar, o'zi yer yuzida bizdan baxtli odam bo'lmaydi. G'aybga ishonsa deyapti. Namoz o'qisa deyapti. Faqat o'qisa emas, qoyim qilsa deyapti. O'qish bilan qoyim qilish farqi bor. Bizda namoz Alloh taolo o'qinglar sollu degan emas, aqimu degan, qoyim qilinglar degan. Bu degani namoz nimani talab qilsa sizlardan shuni bajaringlar. Qalbinglar bilan, ruhinglar bilan, jasadinglar bilan o'qinglar deyapti. Faqat bu yotib turishlik namoz emas. Biz namoz o'qiymiz, birodarlar, ko'pchiligimiz. Qoyim qiladiganlar va Alloh rahmat qilgan bandalar ular. Biz Alloh akbar deganda esimizga keladi haqlarimiz, mushkullarimizni, problemalarni yechimlari Alloh akbar degan Rasululloh nima deganlar? Namoz oxiratdan, namozga kirsang dunyodan chiqasan degan. Uchinchisi, rizq qilib bergan narsalarimizdan nima qiladi odamlarga? Infoq ihson qiladi. Uchta sifat qarang. G'aybga ishonadi, namozda o'qiydi, qoyim qiladi va rizq qilib bergan narsa infoq ihson qiladi. Uchga bo'linyapti shu uchta sifat. Birinchisi qalb bilan bo'ladi. G'aybga ishonish. Ikkinchisi jasad va qalb bilan bo'ladi. To'ki jasad bilan bo'lsa ham bo'lmaydi. Uchinchisi pul bilan bo'ladi. Shu endi inson qalb, jasad, mol ekanda. Shu uchta sifat insonda qoyim bo'lsa, shu uchta sifat inson o'zini mukammal mujassamlashtirgan bo'lsa, jamlagan bo'lsa, albatta bu Qur'on nima qilar ekan? Unga yo'l ko'rsatar ekan. Masalalarda eshityapmiz, hammamiz bir xil ta'sirlanmayapmiz. Ehtimol bir xil ta'sirlanayotgandirmiz. Men nima qilib o'tiramiz u? Hammamiz. Lekin ko'chaga chiqqanda, burg'ulab turganda, boshimizdan bitta suv quyilganda, boyagidek eshitmaganda yuribmiz. Nimaga hayotga olib kira olmayapmiz bu Qur'onning oyatlarini deganda, mana 3 ta sifat bo'lmayapti bizda. Qur'on oyatlari bizga yo'l ko'rsatishligi uchun birinchisi g'aybga ishonishimiz kerak. G'ayb nima? G'ayb bu insonni ko'zi ko'rmaydigan narsalar. Farishtalar, mana iymonning shartlarini aytaylik. Amantu billahi, va malaikatihi, kutubihi, rusulihi, val yawmil akhir. Sharih minallohi ta'ala val xo'p. Mana 7 ta sharti bor. Shu 7 tasiga mukammal inson qalbi bilan iymon keltirib olgan bo'lsa, bu nima bu? Iymonli mo'min deyiladi. Xo'p, qarab turinglar. Shuni maydalaymiz. Allohga iymon keltirdik. Shundaymi? Hech kimda shak-shubha yo'q. Ko'rmagan narsasiga ishonishlik bu mo'minlikning belgisi, insonlikning belgisi. Bir shuni bir tuzumda yashab ko'rdik. Otalar. O'qituvchi maktabda ruchkani ko'rsatib aytayapti. Bolalar deyapti. Ruchkani ko'ryapsizlarmi?
Ko'ryapmiz. Ruchka bor. Doskani ko'ryapsizlarmi? Doska bor. Melni ko'ryapsizlarmi? Bor. Allohni ko'ryapsizlarmi? Bir paytlar islomga shu bir dushmanlik bo'lganki, musulmonning og'ziga shunday svarka qilib olib turib yomonlavergan. Deyishlikka hol berilmagan. O'zini himoya qilishlikka oyoq qo'lini bog'lab qo'yib turib operatsiya qilib qo'ygan. O'shunda Alloh taolo bir insonni bir bolachani qalbiga shu solgan ekanki, bo'lgan ish ekan. Turgan ekanda bolalar, ruchkani ko'ryapsizlarmi degan ekan bola. Ha, ruchka bor. Doskani ko'ryapsizlarmi bolalar? Ha, doska bor. Melni ko'ryapsizlarmi? Ha. Domlani ko'ryapsizlarmi? Domlani ko'ryapmiz. Domlani aqlini ko'ryapsizlarmi degan ekan. Ya'ni oddiy sodda mantiq bilan bu tushunchani noto'g'riligini isbotlab bergan ekan. Hayvon u. Itga ko'chada turgan mishqimdek xo'mrib, g'udrasa tushunmaydi u. Turaveradi qarab. U nimaga ishonadi? Bunday engishib turib tosh tomoqchi bo'lgan paytida qochadi. U ko'rgan narsasiga ishonadi. Insonda hayvondan ajratadigan narsasi aqli bilan ko'rmagan narsani ham topib ishonishligida emasmi? 229 so'm ochib turibdi. Qog'oz bo'lmasligi ham mumkin to'kunda. Bo'lishi ham mumkin, lekin nima qilasiz? Qo'rqasiz. Ko'zini ko'rmagan odam ishonmasdan yo'q to'g'risida kelinglar boshiga salomon paket kiyizib matn chigib qo'yaylik. Ko'zi ko'rmayotgan havoda borligini havo to'xtab qolganda his qilsin. Bu endi siyqa chiqib ketgan mavzu. Allohga ishondik ko'rmasdan. Farishtalarga ishondik, qiyomatga ishondik, qayta tirilishga ishondik. Kitoblarga ham ishondik, ham bitta joy, nozik joy qo'yganmizda. Yaxshilik ham, yomonlik ham shu yerda oqsaymiz birodarlar. Hammamiz deyapti. Sen bilan bormaganimda balonim o'g'irlab ketmas edi. O'sha masjidga bormaganimda laboyimni sindirmas edi. Birodarlar, laboyingizni chinsini taqdir qilgan bo'lsa, garajingizda lampochka tushib ketib ham sindirib qo'yaveradi. To'g'rimi? Mana shu joyda juda ko'pchiligimiz oqsaymiz. O'shuning uchun bor yo'q Alloh taolo deyapti, Qur'on degan kitob sizlarga yo'l ko'rsatish uchun 3 ta sifat bo'lish kerak sizlar deyapti. Iymon, namoz, ihson. O'zi iymonda qarasiz bitta tochkasida qancha bir qiylanib ketyapmiz. Agar ana qilganimda mana bo'lardi. O'sha mahalda sotib olish kerak edi. Birodarlar, Alloh saqlasin. Bu iymonimizga putur yetkazib qo'yadigan narsalardan. Yaxshi ham mana qilganim, bo'lmasam ana bo'lardi. Qadarallohu ma dasha thumma fa'ala. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qilib yozib qo'ydi, so'ngra shu narsa nima bo'ldi? Bo'ldi. Agar mana shu iymonda aytilgan 7 ta shartdan bittasini zo'r qalbimizga joylab olsak, qimmatlasa ham xotirjam yashaymiz birodarlar. Endi nima bo'lar ekan? Alloh aytgani bo'ladi. Burun ham Alloh aytgani bo'lgan, bir mahalla benzin 3 so'm bo'lganda mashinalar yurmay qo'ygan, akalar eslasanglar. 25 so'm bo'lsa ham yuryaptimi? Ha? Otasi o'lib qolsa, yetimlar ochlikdan o'lib qirilib ketmayaptimi? Rizqi bor ekan, yashayaptimi? Pritom normalni yashayapti, otasi o'tib ketgandan keyin. U 1,5 mingga chiqar ekan. Demak, Alloh sizga shu 1,5 minglik pulni beradi. Rizqingiz bormi? Tirimisiz? Demak, rizqingiz bor. O'shuni tushuntirasiz. Xususda inshaalloh bir 3-4 kunlardan keyin xossatan mana shu rizqqa taalluqli bo'lgan bir qancha bir 8 ta yoki 10 ta vaqt bir majlisda oladigan bir darslarimiz bor. Xossatan rizq xususida, baraka xususida, xotirjamlik xususida. Buni haqida bir dolzarb mavzu. Hozir boshlamayotganimiz sababi odamlar bir jiyda ko'payib, ko'proq odam foydalansin degan niyatda orqa ichida surib turibmiz. Inshaalloh juda chiroyli darslar. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan. Agar shuni aniq ishonib olsak, birodarlar, xotirjamlik degan narsa iniy bo'ladi. Pul bilan bo'lmaydi, amal bilan, salomatlik bilan bo'lmaydi. Xotirjamlik degan narsa yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan degandan keyin bo'ladi. Shundaymi? Demak, mana shu mavzuda gapirsa 10 soat gapirsa bo'ladi, Alloh alam. Lekin bugun ana shu 20 minut dedik. Iymon deganda Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga,
qiyomat kuniga yaxshilik ham yomonlarga qayta tilishgan. Shu 7 ta shartda hammasiga zo'r iymon ketaversa, o'sha hayot zo'r bo'lib qoladi. 7 xil rangda ko'rinadi hayotning rangi, kamalak rangida. Lekin ko'ra olmayapmiz biz. Ikkinchisi namozni qoyim qilsa deyapti Alloh taolo. Xo'p, 7 tasiga ishonib oldik, zo'r oldik. Keyingisini qarab turing. Keyingisi namozni qoyim qilsa dedi. Ali roziyallohu anhu kunlarda birida bir jihodda oyog'iga nayza sayilib o'tib ketgan bo'ladi. Tortsa dod deyapti, og'riyapti, sug'urmasdan iloji yo'q. Nima qilish kerak? Namozga turganimda sug'urib olinglar dedi. Qarang, Rasul aytayapti-ku, namoz oxiratdan deyapti. Namozga kirsang, dunyoda nima qilasan? Chiqasan deyaptimi? Tahoratini qildi, Alloh akbar qildi, qoqdi, dunyodan uzildi. Jasaddan ruh ajrab chiqib ketdi deb ekan. Oyoqdan sug'urish oldi, turardi namozdan. Salom berdi, hushidan ketdi. Og'riq o'ziga keldi. Ya'ni shu narxoz beradimizda o'zini unutishlik uchun, his qilmaslik uchun jasadagi og'riqni. Ularda namozi mana shunday namoz bo'lgan. Namoz oxiratdan deyapti. Namozni o'qib qo'yapmiz. Lekin qoyim qilishlikda Allohdan so'raylik. Ular namozni qoyim qilgan. Hasan ibn Ali roziyallohu anhu mana payg'ambarimizning nevaralari bo'lgan kishi tahorat olayotganda bir rangi o'zgarib olar ekan har safar. Bir rangi bir qo'rqqanda oqarib o'zgarar ekan. Sababini so'raganda, "Nimaga rangim o'zgarmasin? Axir hozir kimni huzuriga borib, kimni ro'parasida turishligimni o'ylab ko'ringlar-a. Allohning ro'parasida turaman-a, qanday qo'rqmaydir ekan." Gum yurib kelamiz, bir rakat ulgib qolaylik dedi. Birodarlar, mayli o'sha rakatga ulgimang. Ehtimol namozga ham ulgimang, salom berishib olsin. Lekin masjidga kirganda odobi bor, yoshlar xususan. Masjidga yugurib bo'lmaydi. Masjidga viqori bilan kirib kelishdi. O'zi burroq harakat qilish kerak edi. Ovqatni jinni tezroq yeb. Namoz oxiratdan birodarlar. Namozga kirgan odam dunyodan chiqish kerak. Ular shunday namoz o'qishgan. Mana shunday namoz bo'lsa deyapti ikkinchi shart. Uchinchisi va mimma razaqnahum yunfiqun. Ya'ni pul jigardan bo'ladi, yo'q, xotirjam bo'lmaydi. Jigardan bo'ladi. Uchinchi Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ey iymon keltirganlar, sizlarni alamli azobdan qutqaradigan bir tijoratni o'rgataymi deydi. Tu'minuna billahi va tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum va anfusikum zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Alamlantiruvchi jahannamning azobidan qutqaradigan tijorat o'rgataymi deydi. Allohga iymon keltirasizlar. Molinglar va joninglar bilan Alloh yo'lida jihad qilasizlar dedi. Molni nima qilyapti Alloh? Burun aytayapti. Demak qiyin ekan. Kim infoq ihson qiladi? Faqat mo'min. Ahmoq bo'lish kerak agar mo'min bo'lmasdan ihson qilayotgan bo'lsa. Chunki mo'min ihson qilayotganda Allohdan oldin olaman deydi. O'shuncha ihson qiladi u. Bu savdogar u. Endi umuman mol dunyosini Allohdan savob yutmay tarqatayotgan odam ahmoqlikda ayblanadi. Sadaqani, zakotni, xayr ihsonni faqat mo'min qiladi. Chunki aniq ishonadi-da g'aybga. Allohning oldida nima qiladi? Topadi. Demak, qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, bu Qur'on Allohning kitobi. Siz mana shu 3 ta sifat egasi bo'lmagunizcha, qalbimizda mana shu 3 ta sifat mustahkam tomir otib olmagunicha, bu kitob bizga biz xohlaganchalik yo'lni ko'rsatib bormaydi. Ko'zini ochmagan odam dunyoda ko'ra olmaganda, birodarlar, qalbimizni ko'zini ochmagunimizcha, bizda g'aybga ishonish sifati bo'lmagunicha, namozni qoyim qilish sifati bo'lmagunicha va infoq ihson sifati bo'lmagunicha biz ancha orqada xalq hisoblanamiz. Davom eting. Ulayka ala hudan min robbihim va ulayka humul muflihun. Endi o'shalar deyapti Alloh taolo. Mana shu 3 ta sifati borlar deyapti. 3 ta sifati bor. Shularga Alloh muttaqin dedi. Muttaqinlarga bu kitob yo'l ko'rsatadi. Shular deyapti. Va ulayka humul muflihun. Faqat shular to'g'ri yo'lda deydi. Dunyoda hamma nima kasb, nima tijorat qilishidan qat'iy nazar o'zini qilayotgan ishini nima qiladi? To'g'ri deb biladi. Chiziqda menday chizganim meni chizig'im to'g'ri deyapti. Menday chizganim to'g'ri deyapti, manaqa chizganim to'g'ri deyapti. Birodarlar, to'g'ri chiziq bitta bo'ladi, bunday bo'ladi. Bilasizlar, ko'rgansizlar.
hammani tutgan ishi to'g'ri bo'laversa, kimniki noto'g'ri unda? Birodarlar, yagona to'g'ri yo'l Alloh taoloning yo'li. Ulayka ala hudan min robbihim. Ana shu o'shalar Parvardigorlar tomonidan hidoyat ustida yurishdi va ana shu o'shalargina faqat nima qiladi? Najot topadi deydi. Alloh taolo ana shu najot topgan, to'g'ri yo'lda bo'lgan, infoq ihson qilgan, namozni qoyim qilgan, g'aybga ishongan muttaqi Akalar, opalar, biz ham uyimiz bitishiga yordam beringlar. Umrbod duo qilib o'tamiz. Hammalarning kirib kelgan Ramazon oyidan shu oyda shu bolalarga ta'limni boshladik. Mana ro'za kunlarida savob bo'ladi. Mana shu qizimga yordam beringlar, uylarini bitirishga. Ukam, sizni oldingizmi? Meni orzuyim shu uyimiz bitib qolishi. O'zimiz uyimizda yashash. Aka, opam uyimizda yordam beriga duo qilaman. Ramazon oyida savob keltirdik boshladik. Bu oyda bergan ehtonimiz 1000 barobar yoziladi. Shu uyga bitta git obedaynam. Jannatda uylar bo'ladi. Bitta git o'chim. To'liq ma'lumot uchun +996 778 bilan 52 400 mana shu nomerlarimizda WhatsApp, Telegramimiz bor.